kvartirani pulidan ham ozroq sizlar uchun tayyor olsa to'g'ri hovlimizni ko'rsatib o'tamiz. Akalar, mana hovlimizni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli fasad qismiga ega. Joyimiz lokatsiyasi ham yaxshi joyda, ko'chalarda keyin qo'ni-qo'shnilar yashab turgan. Darvozaxonadan kirib kelganimizda biz shunaqa chiroyli navesimiz bor, bemalol avtomobil sig'adi, 4 metrli darvozaxonasi, sifatli darvozalar qo'yilgan. Akalar, mana chiroyli ichki holatlari ham ko'rinib turgan bo'lsa, yarqirab turibdi. Pol patologlargacha ishlovlar qilib qo'yilgan. Akalar, mana hovlimizni ko'rinishi, mana darvozaxonadan kirib kelaverish. Bu yerda bizning 9 metrli zalimiz bor ekan. Xo'p, ichki holatlari ham ideal holatda, yoqadigan, kelib ko'rsani arziydi. Xudo xolasa mana bu tomonda bitta yakka xonamiz bor. Osti to'rlargacha podval, stachkalargacha qilib qo'yilgan. Mana shu men turgan joyga hovuzga ham joy tashalgan ekan, suv saqlash uchun. Akalar, suv svetlari bor. Mana bu tomonda bizda bu yon tomonida akalar uy dahlizimiz bor ekan. Hovlimizning umumiy maydoni olsa o'tdi, chiroyli gulxonalarni ko'rib turibsizlar. Mevali daraxtlar ekilgan, o'rtasida sanozalar bilan ikkita xonamiz tashkillashtirilgan. Burchakda yana bitta yakka xonamiz bor. Turishdi, hojatxonamiz bor ekan. Akalar, bu joyimizning narxini akalar kommentariyada o'zingizning fikringni berib ketaverasizlar. Narxi keladigan bo'lsa, egalar 65 mingdan kamiga bera olmayman deb turgan joylarni akalar diqqat qilamiz. 52.800 ga kelish qo'yganmiz. Maksimal nosho'ng'alik tashlaganimiz, joylashuv lokatsiyamiz Savxoz 3-bahor ko'cha, yo'l yuzida 150 metr yaqinlikda joylashgan. Juda ham o'ng joyda ekan. Akalar